Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarim, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, vatandoshlarim. Mana O'zbekiston Respublikasi futbol terma jamoasini ajoyib tarzda kuzatish marosimi bo'ldi. Bundan juda ham xursandmiz. Men mana shu videoni nima uchun joylayapman? Bu videoni joylayotganim sababi shu terma jamoamiz haqiqatan ham juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rildi. Juda ham yaxshi terma jamoa bu tayinlanib olindi. Menimcha jahon chempionatida qatnashib, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlardan o'rin olish uchun yetarli darajada tayyorgarligi bor va yetarli darajada tarkibdan tashkil topgan. Ana endi nima demoqchiman? Barsaga, qolgan terma komandalarga, boshqa chet ellik komandalariga balet qiladiganlar, ya'ni o'shalarni olqishlaydiganlar, hozirdan boshlanglar. O'zimizda O'zbekiston terma komandamizda, futbol terma komandamizni olqishlashni boshlanglar. Hozirdan duo qilishni boshlanglar. Men o'ylayman, bizda futbol terma jamoamiz, kimlardir aytayapti, bu mana birinchi haligi saralash bahsidan chiqsa ham katta gap. Yo'q, ular haqiqatan ham marojniy yeyish uchun bormayapti, muz qaymoq yeyish uchun bormayapti. Ular vatanimizda sha'nini shuncha yildan beri borolmagan, shuncha paytdan beri chiqolmagan, shuncha paytdan beri qilolmagan ishni qilish uchun boryapti. Men 100% ishonaman ularga. 3 talik, ya'ni 3 ta birinchi o'rinlikdan, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlardan o'rin oladi degan niyatdaman. Sizlar o'ylamanglar. Ularga qarshi bunaqa terma komanda, bunga qarshi bunaqa terma komanda, u terma komandalar ham odamlar, insonlar, o'yinchilar, ular ham oqsoqlanadi. Ya'ni qayerdadir kamchiligi bo'ladi. Bizning komandamizda bunaqa kamchilik bo'lmaydi. Xudo xolasa ko'rasizlar, yorug' yuz bilan qaytib keladi. Jahon chempionatida qatnashib, oxirigacha borib, o'sha 3 talik o'rindan birini oladi. Men o'ylayman, birinchi o'rinda ham oladi degan niyatdaman. Hozirdan duo qilishni boshlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Terma komandamiz tarkibidagilarga hammaga alangalik salom. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarim, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, vatandoshlarim. Mana O'zbekiston Respublikasi futbol terma jamoasini ajoyib tarzda kuzatish marosimi bo'ldi. Bundan juda ham xursandmiz. Men mana shu videoni nima uchun joylayapman? Bu videoni joylayotganim sababi shu terma jamoamiz haqiqatan ham juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rildi. Juda ham yaxshi terma jamoa